Joriy yilning 27-yanvar kuni Toshkent shahrida xavfsiz muhitni shakllantirish hamda jamoat xavfsizligini samarali ta'minlash bo'yicha namunaviy amaliyotni yaratish chora-tadbirlari yuzasidan o'tkazilgan videoselektorda mas'ul idoralarga qator vazifalar belgilab berildi. Nuroniy jamg'armasining tashabbusi bilan Toshkent davlat agrar universitetida tashkil qilingan tadbir ana shu topshiriqlar ijrosiga boshlandi. Muloqot davomida hududlarda, ayniqsa ta'lim muassasalarida xavfsiz muhitni shakllantirish, jamoat xavfsizligini samarali ta'minlash, yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklarning oldini olish hamda profilaktik ishlarni yanada kuchaytirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. So'zga chiqqanlar yoshlar bilan manzilli ishlash, ularning huquqiy savodxonligini oshirish, jinoyatchilikning barvaqt oldini olish va mahalla, oila, ta'lim muassasasi, huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamkorligini mustahkamlash masalalariga to'xtalib o'tdi. Har bir mahallada birinchi chorak bo'yicha o'zining yo'l xaritalarini ishlab chiqilgan. Yo'l xaritasi asosida jinoyatchilikni oldini olish yuzasidan barcha ishlarni, kamchiliklarni belgilab olgan. Bu yilda Qibray tumanida birinchi chorakda jinoyatchilik bo'lmaydi. Ikkinchi chorakda ham o'sha jinoyat yil davomida jinoyatchilik bo'lmasligi yuzasidan har bir chorak uchun o'zini yo'l xaritasi ishlab chiqiladi. Yig'ilish yakunida joylarda, xususan ta'lim muassasalarida xavfsiz va sog'lom ijtimoiy muhitni ta'minlash, profilaktik ishlarni tizimli yo'lga qo'yish masalalari yuzasidan fikr-mulohazalar bildirildi. Shuningdek, ahvoli og'ir bo'lgan qizil toifadagi mahallalarda olib borilayotgan ishlar samaradorligini oshirish bo'yicha aniq vazifalar belgilandi. Bu hozircha sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimizning so'nggisi edi. O'zbekiston 24 telekanaldan yiroqlashmang. Sog' bo'ling.